faqat report degan joyiga kirish kerak. Bu yerda nachat bosilsa, keyin bu yerda dальний ko'rsatadi. 50 ppm, 10 ppm, 50.01 ppm. Bitta hozir rit bo'lyapti. Avto ritni bossak, точныйdan olib to'xtaydi. Xuddi shu narsa bu yoqda ham xuddi shu narsa chiqadi. Vitka seriyasi, ID'si kiritilsa bo'ladi. Nomi, kim qilayotgani. Mana to'xtadi mana. Qizil bo'lib qoldi, to'xtadi. Bizda kalibrovkamiz nechi ppm? 50 ppm 50376, 10 ppm 20657. Blank mana bu. Blanki 920 5825. Emissiyasi nolliklari. Lastga kirsak bo'ladi. Lastga kirsak mana 13.58 bo'ldi. Mana 13.57 22-aprel 2024-yil. Anal test, sample ID, description. Xullas qalam nomini, seriyasini, nimaligini kiritsalaring bo'ladi. Mana ppm konsentratsiyasi. Bu yerda blanki ham распечатка bo'ladi qo'shilib. Blankdagi emissiya to'g'ri, mana yerda blanki, mana blank, mana bu ham blank. Mana busi nimasi? Emissiyasi. Standartki 50 ppmlik qancha, 10 ppmlik qancha, bu yerda amalda qancha. Mana bu blank. Esdan chiqarmanglar. Matriklar. Bu yerda grafigi bor mana. Grafigi undan oldin nima chiqqan, undan keyin nima chiqyapti. Bo'ldi.